birinchi qism birinchi tip. Ko'rib chiqamiz unda. Demak, birinchi tip quyidagi alkaliylarni sistematik nomenklaturachi bo'yicha nomlanilyapti. Masalada tayyor moddalar berilgan. Demak, birinchi tip sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaymiz, to'g'rimi? Organik kimyoda, ya'ni organik birikmalarni uch xil nomlardik. Qanday qanday? Sistematik, tarixiy, xalqaro va tarixiy nom bo'yicha nomlanadi, to'g'rimi? Demak, modda quyidagicha beriladi. Birinchisi SH2 qo'shboq SH chiziqcha SH2. Endi savol, uglerodni tarmoqlanishiga ko'ra qaysi tipdagi modda bu? Yaqinlashtiraman. Kumulyativ kanikularga ajralgan, qaysi bo'ladi? Ajralgan yo'qmi? Kanikularga, ammo axir bitta yakka bog'larga qo'shboq turibdi, yo'q, kanikularga bo'ladi. Tushunarlimi? Nomlaymiz. Alkaliy tarkibida nechta uglerod? 4 ta. Nomi nima? Budatiy. Nomlanishi raqamlarimiz asosiy zanjirda 1, 2, 3, 4 holatda. Demak, nomlanishi nechta qo'shboq turibdi? 1 bilan 3 ta. 1 da turibdi, 3 da turibdi. Demak, 1, 3 nomini oladi. Bu tabiiy 1, 3. Tushunarlimi? Keyingi tip, ikkinchi tip. Xo'p, demak, ikkinchi tipda 46 gram etil spirtidan foydalanib 80% unum bilan necha gram butadiyen 1,3 olish mumkin deyiladi. Esinglarda bo'lsa, etil spirtidan butadiyen 1,3 olish reaksiyasi kimniki edi? Kimning reaksiyasi edi bu? Eslaymiz. Qaysi olim nomi bilan nomlangandi? Neberov reaksiyasimikan? Etil spirtidan to'g'ri aytingda. Neberov reaksiyasi bo'yicha, ya'ni etil spirtidan nima qilardik? Butadiyen bo'lishni olardik, to'g'rimi? Demak, bu ikkinchi tip. Etil spirti S2H5OH olyapmiz. Kimi? Butadiyen bo'lishni, mana buni, moddani daskada turibdi, tayyor yozilgan, yozib qo'yapman. Umumiy etil formulasiga o'tkazaylik shuni, bo'ladimi? Esinglarda bo'lsa, yana nima bo'lsa bo'ladi? Suv ham, endigi holatda yozyapman, umumiy formulasi S4H2 ko'paytirib 2 nari. 6. Demak, S4H6 holatda reaksiya yoziladi. Endi deganimizda, reakka 2 qo'yamiz. Bundan tashqari suv bilan vodoroddan hosil bo'ladi. Yana yozib qo'yamiz. Tushunarlimi? Suv va vodoroddan hosil bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, buni gaplashganmiz. Ya'ni degidratlash va degidrogenlanish reaksiyasi deb. Xo'p, demak, masalani sharti bo'yicha etil spirtini 46 gram deyapti. Mana bu etil spirtini massasini hisoblaymiz. Ketdik. 12 ni 2 ga ko'paytirsak, 24 ga 5 qo'shsak, 29 ga 16 bir, 17 ni qo'shsak 46. 46 ni 2 ga ko'paytirsak 92 gramdan masalani sharti bo'yicha massada so'ralgan necha gram butadiyen 1,3 deb. 92 gramidan butadiyen 1,3 12 ni 4 ga ko'paytirsak 48 ga 6 ni qo'shsak 54. To'ppa-to'g'ri. Masalani sharti bo'yicha etil spirti necha gram deyapti? 46 gram. Shuni olib masalani topaman. Qaranglar bo'ladi. 46 92 dan necha marta kichik? 2 marta kichik. Demak, qisqartirdim. 1 taqsim 2 ga. Tushundinglarmi? 54 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak 27. Mana shu 27 gram butadiyen 1,3 biz hosil bo'lishi umumini biz 100% olsak, masalan, sharti bo'yicha necha 80% unumda necha gram butadiyen 1,3 hosil bo'lgan deb topadigan bo'lsak, 27 dan 18 ga ko'parib qo'yadigan bo'lsak ham chiqadi 21,6 gram. Javob bormi? Javobimiz D javob bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi 3-chi tip. Masalani sharti bo'yicha 3-chi tipga o'zgaryapti. 1000 gram 8% bromli suvni reaksiyalantirish uchun 12,1 gram propadiyen va butadiyen aralashmasi sarflangan bo'lsa, aralashma tarkibidagi propadiyen massasini aniqlaydi deyapti. To'g'rimi? Doskani pastga, keyin mana bu joyga sig'dirishga harakat qilaman. Nechinchi tip bu? 3-chi tip. 3-chi tip. Masalani sharti bo'yicha qaylar bo'ladi? Suv bilan vodorod tushundinglar-a? O'chirib turib sig'may qolishi mumkin. Xo'p, propadiyen, butadiyen empirik formulasini ayting. Propadienniki S3H4, butadiyenniki S4H6 yozyapman. S3H4, S4H6.
6, to'g'rimi? Aralashmaga brom berdim. Brom berdim. Bromni suv berdim. Bolalar qaranglar. Mana bu nechta vodorod qo'shilsa to'ylarda bu? 2 ikkita 6 to'p bo'ladi. 4 dolar. O'zingizlarga markalar. Propan formulasi qanaqa edi? S3 H8 nechta yetmayaptimi? To'rtta nima unda ikkita deyapmiz. Demak, S3 H4 bromdan nechta olar ekan demak? 4 ta. Tushundinglarmi? Endi raysan deyman, qaranglar bola. O'ng tomonda 4 ta, mana ikki qo'ysa raysamiz deydi. Tushundinglarmi? Mana bu Saturn H6 ga xuddi shuni qo'yapman. S4 H6 nechta yetmayapti? 4 ta. Bromdan 4 ko'rinishda yozaman. Raysan deylar uchun 2 qo'yamiz. 2 qo'yib olamiz. Xo'p, masalani sharti bo'yicha propaden butadenni massasi, jami massasi 12,1 gram ekan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi bromni suv bilan reaksiya kirishtiryapti, 1000 gram 8% hisoblab olaman. 1000 gram brom 100%, 8% qancha? 80 gram. 80 ni 160 ga bo'ldim. Endi savol, qanday keldi 80 160 ga? Desa, bromning ikkitasi to'ppa-to'g'ri. Brom doim molekulyar holatda bo'ladi. Bromning ikkitasining massasi 160. Shundaylarmi? Reaksiyadan ikkita holatda berilgan. 180 160 ga bo'lsak, 0.5 mol bo'ladi brom. Shunday qo'yib oldim. 0.5 mol. Shundaylar. Endi ikkilomarning sistema kelib chiqdi bundan. Demak, dastlabki aralashmani mana buni x mol, mana buni y mol olasak, alkagenlar x y olsak, x mol uchun 1 ga 2 ni nisbatda reaksiya bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Bu 1 mol 2 mol. 2x. X ga 2x reaksiya kirishadi. Mana buni y ga 2y reaksiya kirishadi. Savollar bormi? Yo'q. Endi yozyapman. 2x plus 2y teng bo'ladi. Miqdori 0.5 mol. Massa hisoblaymiz. 12 ni ko'paytirib 4 ga qo'shsak, 36 ga 4 qo'shing 40. 40x plus 12 ni 4 ga ko'paytirib 6 ga qo'shsak 54 y teng bo'ladi. Jamoasi qancha? 12,1 gramga. Endi savol, masalada nimani so'rayapti? Propadenni x deb olganmizmi? Y qisqartirib yuborsak. To'ppa-to'g'ri, y qisqartirib olamiz. Shunga tepa necha ko'paytirsa 27 ga ko'paytirib olaman. Chunki 27 ni 2 ga ko'paytirsa 54 y lar qisqarib ketdi. Tushundingizmi? Yigirma ni 2 ga ko'paytiramiz. 54 dan 40 dan ayirsak 14. Demak 14 x teng bo'ladi. 27 ni yarmi qancha? 27 ni 0.5 ga ko'paytirsak 13 yarim. 13 dan 12 birdaning 1. Hop, 4. 1/4. Demak, to'g'ri. 1/4 kelib chiqadi. X topadigan bo'lsa nima qilamiz endi? 14 ga olamiz. Qancha chiqadi? 0.1. X imiz qanaqa? Necha x edi? Massa bo'yicha 40 x edi. Necha chiqadi? 0.1 ga ko'paytirsak, propaden massasi 4 gram bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingi 4-chi 5 gram butaden guruch to'g'ri olishda hosil bo'lgan karbonat angidek 28% necha gram kaligrafiyasi etmasdan neytrallanish reaksiyasiga kirishadi. Neytrallanish almashinish bilan bir xil. Shuningdek, ya'ni ishkorlarga bu yerda karbonat angidasiga kirishadi. Reaksiyada faqat o'rta hosil bo'lgan deyiladi, masalan, sharti bo'yicha. Endi buni ishlaymiz, demak, 4-chi tipmi? 4-chi tip. Boshladik. Butaden guruch empirik formulasi S4H6. Yonyapman. Demak, karbonat angidi plus suv. Davay, reaksiya tayyorlaymiz. Karbonat angidi yoniga 4 tushadi. 4 qo'yamiz. Suv yoniga tushadi. Qo'yamiz. Ularni Umarila bilan. Suv yoniga 3. Kislorod yoniga. Yetarli qaranglar. 4 ga 2 ko'paytiramiz 8 qo'shamiz 11 ga 2 bo'lsak 7. 11 ga 2 ga bo'lsak 11 ga 6 ya. Qo'sh. Efir uchun ming borizi. Ikkichilar o'qituvchilarimda sanaga. Yaxshi, hisoblab turgan bo'lsa, milliard o'ylayman. Demak, masalan, shart bo'yicha 5 kilogram butaden guruch berilgan. 50 kilogram butaden guruchdan 4 mol karbonat angid hosil bo'lsa, moldan miqdoriga yetamiz.
Masalan şartı bo'yicha 5 5 kilogram deyilyapti, necha mol karbonat angidrid? 5 kilogram ko'paytirib 1 bo'lsa 0,4. Demak, karbonat angidrid kaliy gidroksida kirishganda o'rta tuz hosil bo'ladi deyapti, kaliy karbonat hosil bo'lgan. Bundan tashqari suv ham hosil bo'ladi. Shundan keyin to'g'ridan to'g'ri 2 qo'ysam rassamiz teng. Endi qarang, 1 mol karbonat angidrid bilan 2 ta kaliy gidroks massasi 17 ga 39 ni qo'shsak, 56 56 ga ko'paytirsak 112 gram. Endi mana karbonat angidridni miqdorini hisoblab oldik. 0,4 mollik aniq. Qancha kaliy gidroksida kirishgan desa 112 ni 0 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak 224, 2 ga ko'paytirsak 448. Demak, 44,8 gram bo'ladi kaliy gidroks. Mana shu 44,8 ni tashkil etgan kaliy gidroksimiz 28% ekan, masalan shart bo'yicha agar buni 100% deb hisoblasak 160 gram deb hisoblaymiz. 44,8 ni 100 ga ko'paytirib 28 ga bo'lsak 160 gram kaliy gidroks bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q. Keyingi tipga o'tdik. Keyingi tip. Demak, 5-tip. Bundan demak 41-savol ko'ramiz. Butandan yuqori temperatura va katalizator ishtirokida 50 gram butaden olindi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan vodorod bilan necha gram propaden to'la gidrogenlanish reaksiyasini beradi deyapti. To'g'rimi? Bolalar, hozir biz butandan butaden olyapmiz. Bu degani degidrogenlanish degani. Shundan keyin vodorod chiqarib olishimiz kerak dastlab. Demak, bu 5-tip. Dastlab butan formulasi S4H10. Degidrogenlasa S4H6 plus vodorod reaksiya element nechta etmayapti? 2 ta. 2 qo'ysa yasamiz tengmi? Endi masalan shart bo'yicha aytyaptiki 50 gram butaden olindi deyapti, to'g'rimi? 50 gram butaden o'zini massasidan 2 mol vodorod hosil bo'lgan bo'lsa, 2 mol. Mana masalan shart bo'yicha 54 deyapti, necha mol vodorod hosil bo'lgan? 2 mol vodorod hosil bo'lgan bo'ladi. Endi mana shu reaksiya natijasida hosil bo'lgan vodorod bilan necha gram propaden reaksiya kirishi oladi deyapti, to'g'rimi? Endi qayda bo'ladi? Propadenning formulasi S3 H4. Vodorod bilan reaksiya kirishganda nima hosil qiladi? H8. Ya'ni bu propan. To'g'rimi? Reaksiya tenglaymiz. 2 qo'ysa teng. Endi qayda bo'ladi? Propaden. Masalan shart bo'yicha necha propaden kirishadi? 12 ni 3 ko'paytirib 4 qo'ysa 40 gramiga 2 mol vodorod kirsa, biz buni 2 molligini yana aniqlab oldik, to'g'rimi? 2 moldan propadenni massasi chiqadi. Demak, 40 gram propaden bo'lgan bo'ladi. Shundan keyin demak, 6-tip 51-savol. 17 gram noma'lum alkagenlik to'liq yondirilganda 55 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Noma'lum alkagenni toping deya masala shart bo'yicha. Boshladik. Hozir nechanchi tip bu? 6. To'rtdan 6ga yetib qo'yibmiz o'sha. 6-tip. Alkagenlarning umum formulasini aytamiz. Birinchi -2 yondiramiz. Karbonat angidrid va suv. Reaksiyani tenglaymiz. Karbonat angidrid yoniga dastavlanadi. Tushadi. Suv yoniga -1. Qarainglar, 2 - 2 ni 2 ga bo'lsalar -1. Hop, kislorod oldiga 1,5 -0,5. Kim to'liq aytadi qanday keldi? Endi 2 ko'paytirib 2 -1 degani. Hop, 3 - -1. 2 ga bo'ldik. 1,5 Rahmat. Demak, dastlabki alkagenning massasi masalan shart bo'yicha necha gram ekan? 17 gram noma'lum alkagen. Necha gram karbonat angidrid hosil bo'ldi? 55 gram. Massa topish formulaasini tushuntirganman sizlarga. To'g'rimi? Massa topamiz. 10 to'ren -2 ga tushunadi. 10 to'ren qanday? 12 ni 2 ko'paytirsa 10 bo'ladi. 12 ni 2 ga emas, 12 ga 2 ni qo'shsangiz. Bundan karbonat angidrid massasi nechaga teng? 44. Belgisi bilan ayting. 44 m. Kitobga qaratmaz, o'zingizga qaramating. Tushundingiz hozir? Qaychi bo'yicha usul, bu qaychi usul bo'yicha ishlaymiz. 17 ni 44 ga ko'paytiring. 17 ni 44 ga ko'paytirsak necha chiqadi? 770. Anavi? 700 70. Teng bo'ladi. 14 da 55 ga ko'paytiring. Bo'ling.
14 55 ko'paytiring. 748. 748. Aniqmi? 748 minus 2 ni 55 ni ko'paytirsak 110. İşorasi bu yerda ishora 748 endi bor, 44 endi bor. Kattasi kichkinani 770 dan 748 aling. 22 n teng bo'ladi 110 ga. Endi qiymatini topsak 5. Demak, kim ekan bu 5 ta regular tadbirlar tashkil topgan? Tengdan. To'g'rimi? 1 2 Keyingi 7-tip. Masalan, shart bo'yicha alkan, ya'ni etan va noma'lum alkandan iborat 55 gram aralashma bromli suv bilan solinganda 40 gramga ortdi. Xuddi shunday aralashma to'g'ri uchun 176 gram karbondan reaksiya kirishgan bo'lsa, masalan, shart bo'yicha noma'lum alkanni hisoblaydilar. Endi qaranglar bolalar. Qisqacha tushuntiraman. Bu yerda bromli suv bilan reaksiya kirishyapti, to'g'rimi? Bromli suv bilan kimni reaksiya kirishadi? Etanmi, denmi? Diyen kirishadi. Nimaga? Chunki u to'yilmagan bo'lgani uchun. Mana bu joyga demak 7-tipmi? Sig'diradi 7-tipda. Demak, dastlabki aralashmada etan bor edi, S2H6 bu bromlar reaksiya kirishmaydi, lekin yonadi. Chunki aralashmada yondirildi deyiladi. S keyingi kimida? Noma'lum alkatenli, to'g'rimi? SMH2-2. Bromlar reaksiya kirishdi. Ya'ni bromli suv reaksiyalantirdi. SMH2 bromdan 4 ta. 2 qo'shsa teng, to'g'rimi? Qaranglar bolalar, dastlabki aralashmamiz necha gram edi? 55 gram edi. Bromlar reaksiya kirishmaydi deb turib, bromlar reaksiya kirishmaydi deb turib, bermang, bromli suv bilan bermang. 55 gram edi. Endi manchaga ortdi, natija necha gramga ortdi? 40 gramga. Kim hisobiga ortadi desa, noma'lum alkaniy hisobiga ortadi. Nimaga? Chunki faqat bromli suv bilan alkaniy reaksiya kirishadi. Endi necha gramga ortdi? 55 dan 40 ga oladigan bo'lsak, 15 gramga ortdi. Tushundinglarmi? Endi qolgan qoldi bu ertanga qoladi. Tushunarlimi? Endi qaranglar bolalar, aralashma yondirilgan deyilyapti. Aralashma yondirilganda 176 gram karbonat angidrid hosil bo'lgan deyiladi. Endi qarang, bu yerda faqat kim yonadi dedim? Etan ham DNA yonadi, to'g'rimi? Dastlab etanni yoqib olaman. S2H6 yonganda karbonat angidrid hosil bo'ladi. Bizga faqat karbonat angidrid kerak. Reaksiya kerak shu karbonat angidridni yoniga ichib qo'ysa, resamiz teng. Etanning massasi 30 gram uchun ikkita 88 gram karbonat angidrid hosil bo'lsa, masalan, shart bo'yicha 15 gramni etanga qoldi. Aralashmada 15 gram etanga hosil qo'ygan bo'lsa, 15 88 ga qo'ygan bo'lsa, 44 gram bu karbonat angidrid etandan hosil bo'lgan bo'ladi. Endi jami karbonat angidrid massasi 176 edi. Bundan 44 grami etanga tegishli ekan. Qolgan 132 gram noma'lum alkatenga to'g'ri keladi. Tushundinglarmi? Endi qanday bo'ladi? Noma'lum alkatenning massasi 40 gram. Sizlar o'sha 40 gramni olib alkaten dedik. Demak, alkatenning formulasi SMH2-2. To'g'ridan-to'g'ri karbonat angidrid deb yozib oldim. Demak, buni doska solib oldim. Tushundinglarmi? Qaranglar, 40 gram uchun 132 gram, 132 gram karbonat angidrid bu alkatenga olsa, massa topish formulasi 14n-2 dan 44n karbonat angidrid hosil bo'ladi. Endi qiymatini topishni bilasizlar, to'g'rimi? Endi qiymatni chiqargan demak 3. Kim bu? Propaten chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, 8-tip. Uglerodda 20 ta, vodorod 38 ta bo'lgan alkaten molekulasida, demak bu ekaza deyiladi, to'g'rimi? 20 talik ekaza. Ikkita sp2 gibridlangan orbital bo'lsa, masalan, shart bo'yicha aytyapti, ikkita sp orbital bo'lsa deyiladi. Molekulasida sp3 gibridlangan orbitallar soni top deyiladi, masalan shart bo'yicha, to'g'rimi? Endi qaranglar buni. Bizda uglerod nechta bo'lishi kerak? Nechinchi tip bu? 8. Demak, uglerod nechta bo'lsin? 20 ta, vodorodda 38 ta bo'lsin. Bolalar, alkatenlar formulasini o'zgartirib, bilamiz, hozir tushuntirdim, uglerod qo'shmoq, uglerod bunga boshqa radikal. Tushundinglarmi? Mana shunday holatda yozamiz. Kumulyativ holatda yozamiz. Tushundingizmi?
Gibridlash buniki qanday tipda bo'ldi? SP 2. SP 2. Qolgan bundan buyoq hammasi yakka bog' bilan birikib ketgani uchun, ya'ni bitta bog' bilan birikib ketgani uchun SH2 bo'lib nechta qoldi? 20 dan 3 taning 17 ta qolgan. 17 tasi SH2 bo'lib yakka bog' bilan birikadi. Shuningizda shuni hisobiga yakka bog' bilan biriksa sizga aytdim, hozir men SP3 deb. Savollar bormi? Yo'q. Demak, 17 dan 3 ta ayirsak, bu radikal nechta bo'lar ekan? 14. Hey, 20 dan 3 ta ayirsak 17 ta. H radikallarning formasi Sm H2n plus 1. 2 ga ko'paytirib 1 da bo'lsa degan. 17 ni 2 ga ko'paytirsak 34, 2 1 da bo'lsak 35. Savollar bormi? Xo'p, bolalar mana shu 17 ta uglurot hammasi SP3 tipda degan. Tushundinglarmi? Endi qarang. Masalani shart bo'yicha aytyapti. Ikkitasi SP gibridlangan orbital bo'lsa degan. Nechtasi SP3 tipda degan. To'g'rimi? Yo'q, SP3 tipdan topdik. Demak, bu 17 tani hammasi SP3 tipda ekan. Tushundinglarmi? SP3 gibridlangan ekan. Demak, SP3 da nechta orbital bor? 4 ta, ya'ni bitta S, 3 ta P. 4 ni nechaga ko'paytiraman endi? 17 ga. 17 ga. Nimaga? Chunki hamma 17 ular saqash ko'rinishda SP 3 tipda gibridlangan. Shularga 17 ni 4 ga ko'paytirsak 68 ta orbital bor. ORB SP 3 deb qo'yamiz. Bu degani 68 ta SP3 orbital bor degan. Tushunmaganlar bormi? Yo'q. Bolalar qisqa qilaman. Masalada nechta uzoq bo'lsa, 3 ta ayirib oling. Qolganini 4 ga ko'paytiring bo'ldi. Agar SP3 da so'raganingizda. Tushundingizmi? Tushunyapsizmi gapimni? Chunki bular SP2, SP2 bo'lgani uchun. Shuni hisobiga shuni 3 ta ayirib oling deyapman xolos. Shuni SP3 qolgani SP3 ga qoladi-da. Savollar bormi? Yo'q, keyingi tipimiz 9. Savolni o'qib eshitaman. Boshladik. Molekullar tarkibidagi protonlar soni neytronlar sonidan ayirmasi 4 ga teng deyilyapti masala sharti bo'yicha. Endi alkadenni necha gram to'liq yonishdan hosil bo'lgan karbon angidrid 500 gram 48% natriy ishqor eritmasidan to'liq neytrallanadi. Reaksiyada faqat o'rta hosil bo'lsin deyilyapti masala sharti bo'yicha. Xo'p, mollar endi eshitamiz. Xo'p, proton bilan neytron topish formulasini yozaman. Qarang, diqqat bilan qarang. Sm H2 - 2 proton topish formulasi. Proton doim nimaga teng? Tarf raqamiga teng. Ular tarf raqami 6 endi ko'paytirsak 6, vodorod tarf raqami 1, 2 ga ko'paytirsak 2, jami qo'shsak 8 -2 ga tushunmadi. Tushundik. Xo'p, neytron topamiz. Vodorodda nima yo'q? Qanday holatda neytron yo'q. Nimadan ketamiz? Uzorodning massasi 12. Qiymati bilan 6. N. protonlar soni 6. qiymati bilan 6n. 12n dan 6n ayirsangiz 6n. Kim tushunmadi? Ya'ni neytron topish formulasi. Endi qarang bolalar. Masalada aytyapti, neytron topish formulasidan, proton topish formulasidan, neytron topish formulasidan ayirsak chiqish kerak ekan. Masala shart bo'yicha 4 chiqish kerak ekan, to'g'rimi? Qarang, masalada aytyapti, 4 chiqsin deyilyapti, to'g'rimi? Qiymatlarni qisqartiramiz. Qarang. 8n dan 6n ayirsak 2n. 4n ayirsak 2. Endi qiymati yo'q. Bu yerda bola aslida buni qo'shish kerak, chunki qiymat minus ishora bo'lgani uchun. Shunda adashib ketma, chunki ishora bu yerda minus bu yoqqa o'tganda plus bo'lib o'tadi. Ya'ni 4 ga 2 ni qo'shib olamiz, to'g'rimi? 4 ga 2 ni qo'shsa 6. 6 ni 2 ga bo'lsak 3. Kim bu? Propaden. Endi nima qilamiz propadenni? Yoqamiz. Ya'ni formulasi qanaqa? H4. Yo'qlardan bizga faqat nima kerak? Karbonat angidrid. Nimaga? Chunki ishqor eritmasidan kim o'tadi? Karbonat angidrid o'tgani uchun. Karbonat angidrid hosil bo'ldi deb yozib oldim, uchmali ulash. Endi qaranglar bolalar, bizda masalaning sharti bo'yicha nima berilganmi? Massa yo'q, berilmagan, to'g'rimi? Faqat natriy ishqorniki berilgan, 508%. Endi biz nimani hisob topyapmiz? Masalan, shartni necha gram to'liq yorishdan 500 gram 48% natriy darsa eritmasini yasagishyapti. Endi qarang, mana shu hosil bo'lgan karbonat angidridga
qo'shni natriy ishqorini. Bunda natriy karbonat hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'rta tuz. Vazn elama 2. Ishqorning massasini hisoblayman. 500 gram 100%. Masalan, necha foiz berilgan? 48% berilyapti, to'g'rimi? 48 mi, 8 mi? 48. Qancha? 48 ni 5 ga ko'paytirib 1 ga bo'ling bu. 240. Bu nima bu? Natriy gidroksid, to'g'rimi? Mana qarang, men olib qo'ydim mana, hatto siz uchun. 240 gram. Endi molga ketamiz. 1 mol uchun ikkita natriy gidroksid massasi 42 ga ko'paytirsak 80 gram, 240 ni 80 ga bo'lib qo'ying bu. Necha kala 8 24? 3. Ya'ni 240 ni 80 ga bo'lsak 3. Tushundingizmi? Demak, bu 3 mol karbonat aytmoqga mana yana sinapay bo'lib chiqdim. Mana buni olib turibmiz sinapayadi. Massasini qoldi. Propanning massasi 12 uchun ko'paytirib qo'ysak 40 grammidan 3 mol karbonat angidrid hosil bo'lsa, mana strelkani bunday olib tushib turib borib qo'ydim. Yana 3 molidan dastlabki propan massasi yana 40 gram bo'ladi. Xo'p, oxirgi so'rashdi, 91-savol. 80 gram propanni to'liq xlorlanish uchun kerak bo'ladigan xlorni necha gram marganez to'rtovsida xlorid kislota eritmasdan eritib olishimiz mumkin? Qolsichi, alkaniy xlor bilan faqat birinchi reaksiyasi bilan kirishib deb oling. Ketdik. Propan uning formulasi qanaqa? Uxlab qoldingmi? S3 H4 xlor bilan reaksiya kirishdi. Nechta xlor hosil bo'ladi bir-ikki? 4 ta. Ya'ni S3 H4 xlor diyonga 4 ta deb turibdi-yu. Ikki qo'ysa reaksiyamizda. Mana buni 12 uchun bari to'liq bo'lsak 40 gramiga 2 molga ketamiz, 2 mol xlor reaksiya kirishgan. Masalan, shart bo'lsa 80 gramdan qancha mol? 4 mol. Ya'ni 82 ga ko'paytirsak 4 mol. Xo'p, bolalar, buni 8 sinfda gaplashamiz siz bilan. Obdon javob qilaman. Xlor laborator sharoitda ikki xil usulda olinadi. Kaliy permanganatga xlorid kislota ta'sir ettirib yoki marganez to'rtovsiga xlorid kislota ta'sir ettirib olinadi. Tushundinglarmi? Masalada marganez to'rtovsiga xlorid kislota berib ol deyapti, bu xlorda. Qo'shyapman xlor. Hosil qiladi. Marganez 2 xlorid plus xlor plus suv. Reaksiya uchun xlorid kislota beradigan usul. H-xlor. To'g'ri qo'ysam reaksiyasi. Masalan, nima so'rayapti? Marganez to'rtovsidan necha gram reaksiya kirishgan deyapti. Marganezning massasi nechaga teng? 55 ga teng. 32 ni bo'lsak 87 grammidan xlordan 1 mol hosil bo'lsa, xlordan necha mol reaksiya kirishdi? Birinchi reaksiyasi bilan 4 mol reaksiya kirishdi. 348. Qanday hisobladik? 88 paytda 1 ga bo'lamiz. 348. 348. Savol bormi? Yo'q. Javob bormi?